Shoshilinch tezkor xabar. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. O'zgidromet agentligi fuqarolarga 18, 19, 20 aprel kunlari uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zgidromet 18 aprel uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ayrim joylarga qisqa muddatli yomg'ir yoqadi. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Baland tog'li hududlarda qorga aylanishi ham ehtimoli bor. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 darajagacha sovuq. Kunduz kunlari 7-12 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Azizlar, eng so'nggi xabarlarni kuzatib borish uchun like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.